Assalomu alaykum, hurmatli Umidaxonimiz kanali kuzatuvchilari. Salomatlik, sog'lik garovidir deb men yana Surjumet ona va bola klinikasiga keldim. Surjumet ona va bola klinikasini orientirni aytadigan bo'lsam, Urganch shahar vokzal yonida joylashgan, avtovokzalning orqa tomonida. Beri 19:05 avtobuslari keladi. Surjumet ona va bola klinikasida esa har doim chillali chaqaloqlarning ovozlari chiroyli bo'lib jaranglab turadi. Va bugun Surjumet ona va bola klinikasini yana doktorlari bor bu yerda. Xullas, hammasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz sizlarga. Surjumet ona va bola klinikasiga kirgan vaqtda bir qabulxonasi, reception, bu yerda UZI laboratoriya bor, 24/7 ishlaydigan va bizlar yana qisqacha ma'lumotlar bilan Dilfuza tayyor. Yaxshimisiz? Yaxshi gaplashing debki. Rahmat. Sizni ona bola klinikamizda ko'rganimizdan xursandmiz. Bizlar ham xursandmiz, chunki bera chaqaloqlarni dunyoga keltish uchun kelamiz va xursand bo'lib ularni olib ketamiz. Undan tashqari yana meni o'zim ham aynan murojaatlar bo'lib turibdi. O't bo'yicha, xirurgiskiy shu yo'nalishlar bo'yicha qisqacha ma'lumot berib bersangizlar bu safar Dilfuza. Bizning Surjumet ona bola klinikamizda nafaqat tug'ruq emas, bundan tashqari turli xil jarrohlik amaliyotlari ham yo'lga qo'yilgan. Klinikamizni bosh vrachi Shavkat Ahmedjonovich bilan suhbat o'tiramiz va kerakli ma'lumotlarni o'zidan eshitamiz. Assalomu alaykum. Men 14 yillik ish tajribasiga ega oliy toifali laparoskopist xirurg Yusupov Shavkat Ahmedjonovich bo'laman. Yanvar oyidan boshlab 2025-yildan bana yangi ochilgan Surjumet ona bola klinikasida ish faoliyatimni yuritib kelatirman. Bizning shifoxonamiz hozirgi kunda 80 bemorga yordam qilishga mo'ljallangan bo'lib, shuni 50 ko'ykasi yosh bolalar pediatriya bo'limi ham raddom tashkil qilsa, qolgan 30 ko'ykasini xirurgiya oddellar tashkil qiladi. Urologiya, ginekologiya, xirurgiya yo'nalishidagi operatsiyalar bo'lib turibdi. Bugungi kunda bizning ish rejimimiz 24/7 tiziminde ish olib borayotir. UZI, laboratoriya, ham tungi navbatchi vrachlar, reanimatsiya 24/7 tizimda ish ko'rsatib turibdi. Bizlara har qanday kasallik bo'lsa ham murojaat etib kelsalar, to'g'ri yo'nalish berib, agar operatsiya bo'ladimi yo davolanish kerak bo'ladimi, to'g'ri yo'l tanlashida yordam beramiz. Demak, shunda doktor sizlarga masalan kechki soat 12 da bemorda kasallik bezovta etsa, 12 da kelgan vaqtimizdan ham sizlar qabul etasizlar va darrov o'zingizni meditsinskiy yordamlaringizni ko'rsatasizlar, to'g'rimi? Agar operatsionni bo'lsa, operatsiya amal olasizlarmi darrov? To'g'ri, bizda shu 24/7 bo'lgandan keyin har kim o'zi yo'nalishi bo'yicha murojaatlar bo'ladi. Agar shuni vizitlar tushsa, darrov kelib shu kasalni operatsiya qilib, vaqtida yordam berib turibmiz. Hozirgi kunda operatsiyalarimiz hammasi zamonaviy usulda, ko'pincha shu laparoskop yordamida qilinib turibdi. Doktor hozir hamma narsa zamonaviylashib ketdi. Hattoki plastik jarrohlik, xirurgiya, shunday amaliyotlar ham o'tkazilib turibdi. Ba'zi bir holatlarda neudachniy bo'ladi. Yana biz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamiz va hozir inchik bo'lib turibdi shu shunday jarrohlik amaliyotlari umuman sizlarda. Birdan bemor kelsa, ko'p holatlarda sohirim ko'payib ketdi meni, lekin oshqozonimni oldirishim kerak bir narsalar deb turadilar. Endi to'g'risi men tushunmayman. Bu operatsiyalar bilan ham aynan o'zingiz Bizning klinikada bu narsani yangi ochilgan vaqtida yirik semiz bemorlar deb aytamiz endi. Buning ariqlashning imkoni bo'lmagan bemorlarni murojaat etib keladi. Bu yerda bariatriya operatsiyasi yo'lga qo'yilgan. Oshqozonni prodonniy rezeksiyasi. Bemor tez kunda 2-3 oyning ichida o'zini normal vaznidan qaytadi. Ko'p ariqlab ketmaydi. Masalan, 150 kilolik bemor bo'lsa, 70 kilo, 65 kilogacha ariqlashi mumkin. Shundan yanında normal hayot boshlanadi. Bemorlarimiz yana chiroyli qomatga ega bo'lib turibdilar. Agar ularni deralar osilib qolishi mumkin, ya bo'lmasa ayrim bemorlar yana tug'ruqdan keyin qorin osilib qolish holatlari bo'ladi. Buning bemorlarimiz murojaat etib kelsa, ularda abdominoplastika amaliyotlarimiz yo'lga qo'yilgan. Qorinni tortib,
yaşartırıp operatsiya qilib beramiz. Bemorlarımız yana yangi hayata qadam qo'yadilar. Chiroyli bo'lib yashaydilar keyin. Avvalambor barcha bemorlarimizga sog'lik tilaymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda shunday muammolar bo'lib qolsa, sog'lik bilan bizlarga murojaat etib kelishlari mumkin. Xizmatga hamisha tayyormiz. Assalomu alaykum. Bugungi hozirgi navbatdagi operatsiyamiz o't tosh kasalligi laparoskopik, ya'ni xalq tilida lazer bilan operatsiya qilishga hozir tayyorlanyapmiz. Bemor 63 yosh, ko'pdan beri o't tosh kasalligi bilan azob chekib kelyapti. Shuning uchun hozir operatsiyaga olamiz. Yoshini ahamiyati yo'q-a? Agar shunday kasallik bemor shunday muammolar bilan kelsa. Yo'q, bizlarga 20 yosh ham kelaveradi, 80 yosh ham. Agar to'g'ri kelsa, baribir operatsiya qilishga to'g'ri keladi. O't tosh kasallikni baribir operatsiyasiz davolash mumkin emas. Chunki agar tushuntirib o'tadigan bo'lsam qisqacha, mana shu o't qopi bo'lsa, o't qopini ichida o'tini tomadigan, qo'shiladigan joyi o'ta nozik bo'ladi. Bu umumiy o't yo'li, bu jigar. Jigardan o't ishlab chiqarilib, ichak 12 barmoqli ichakka quyiladi. Ana shu umumiy o't yo'liga qo'shiladigan yo'li o't qopini o'ta nozik bo'ladi. Shuning uchun bu o't qopini ichidagi toshlarni tushib ketish alomati juda kam, lekin tushib ketsa ham bu juda xavfli, chunki mana bu yerda tiqilib qolib, odam organizmiga o't singib ketib, keyin sarg'ayib ketish xavfi bor. Doktor kechirasiz, men shu yerda sizga bir savol bersam. Meni hozir bu o't dedingiz, bu kopi. Hozir operatsiya etganda shu nechga aytasiz bu o't toshni olish uchun? O't tosh qopning ichida bo'lsa, shu tomadigan, qo'shiladigan joyidan o'zini operatsiya yo'llari bor, kesib, shu yerga bizga tikilib, keyin bu olib tashlanadi. O't o'zini yo'li bor, umumiy o't yo'li bor. Bu 12 barmoqli ichakka tushadigan joyi bor. Hozirgi kunda dolzarb mavzu ayollarda eroziya, homilador bo'la olmaslik, aynan shu ginekologimiz Hayitbayevna Dilfuza doktordan hamma ma'lumotlarimizni olish mumkin. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum. Men Davletova Dilfuza Hayitbayevna, ona bola klinikasida aktyor ginekolog bo'lib ishlayman. 15 yillik stajga ega ginekologman. Shu paytgacha Turkiya davlatida eko bo'yicha, inseminatsiya bo'yicha, bepushtlik bo'yicha o'z malakamni oshirib kelganman. Hozir shu kasalliklar sizni bezovta qilsa, bepushtlik, bachadon bo'yni kasalliklari, ginekologik kasalliklar, inseminatsiya bo'yicha murojaatlaringiz bo'lsa, bemalol ona bola klinikasiga kelishingiz mumkin. Bundan tashqari men hozirda bachadon bo'yni kasalliklari bilan shug'ullanmoqdaman. Ya'ni bu bizning kolposkop apparatimiz. Kolposkop apparatida biz bachadon bo'yni rak oldi kasalliklari, bachadon bo'yni polipi, bachadondagi har xil o'zgarishlarni aniqlashimiz mumkin. Bundan tashqari bizning klinikamizda bachadon bo'yni kasalliklarini aniqlash uchun analizlar olinadi. Pap test, PCR mazoklarimiz ham tekshiriladi. Bizda o'zbekchiligimizda ayollar shifokorga ko'p ham murojaat qilishmaydi. Bachadon bo'yni kasalliklari hech qachon, ayniqsa oldingi darajalarda asorat bermaydi. Ya'ni bu oxirgi bosqichina borganda, ya'ni rakni 4-bosqichina borganda qon kelishi, kuchli og'riq bo'lishi bilan namoyon bo'ladi. Ayollar faqat shu holatdagina ginekologga murojaat qiladilar. Bu kasallikni biz oldindan 1-chi, 2-chi, 3-chi darajalari paytda aniqlasak, buni oldini olishimiz mumkin. Ya'ni ayolni hayotini saqlab qolish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun har bir ayol 6 oydan tibbiy ko'rikdan, ginekolog ko'rigidan o'tib turishi shart. Ya'ni kresloga chiqib, bachadon bo'ynini tekshirtirishi zarur. Yoki UZIga kelsa ham bo'ladimi? UZIda bu aniqlanmaydi. Bu kolposkop apparatida kresloga chiqqanda ginekolog ko'zi bilan ko'rganda ko'rinadigan narsa hisoblanadi. Yashirin holatda dedingiz-ku, doktor. Yashirin holatda bo'lganda yana rakni 4-stepenida qon ketish bo'ladi o'sha. 1-stepenida nechta holat bo'ladi? Og'riq bo'ladimi? 1-stependa aytdim-ku, bu klinika bermaydi. Faqat ginekologga murojaat qilganda ginekolog ayollar sen bor kolposkopiya tushib kel, sen analiz topshirib kel deb bu nimani buyuradi. Shu analizlar orqali namoyon bo'ladi. U ginekologga ko'rinsagina unga yo'llanma berib biladi ginekolog. U UZI orqali, u ayolni ko'rmayincha hech qanday aniqlab bo'ladigan holat emas. Sizni yoningizga kelsa,
Dilfuza Hayitbayevna'nın yanına gelseniz de yine kabinetinde hazır siz kresla çıkarıp görəsiz axı, doğru mu? Kresla çıkarıp görəmən. Aparatımda, kolposkop aparatımda tekşirəmən və analiz alıb tekşirib verəmən. Bundan tashqari bizlarda ayollarda bepushtlik bo'yicha follikulalar yetishmovchiliklar bo'ladi. Ya'ni ayollar murojaat etadi, doktor meni follikulam yorilmaydi, doktor meni follikulam yetishmaydi. Bizlarda vaginalniy uzi apparatimiz bor. Bu follikulometriya uchun ko'riladi. Ya'ni ayolni tekshirib follikulasi novudan bepushtlikni sababi novudanligini aniqlab, ko'rib, tekshirib tashxis qo'yib beramiz. Bepushtlik dediniz, hazır en katta dolzarb mavzulardan biri. Çünkü ekolayla mesela ucu girip geldi bizene vilayetimiz hem, doğru mu? Doğru. Bunda nafaqat ayollarda belki bepushtlik erkekten hem aniqlanishi mumkin. Albatta. Hazır bunda xotin kelishi kerak bo'lmaganlar Albatta yanımıza xotin kelishi kerak bo'ladi. Hozir bizlarda o'zbekchilikda faqat ayolni o'zi keladi. Doktor meni bo'yma kamadi 8 yil bo'ldi, doktor meni bo'yma kamadi 3 yil oldu. U ersiz keladi va xohlanki shu erini tekshirtirib ko'rsak, erida spermogramma natijalari past chiqqan bo'ladi. Xotin birga kelishi kerak. Eri tekshiriladi. Tekshirilgan spermogrammalar normada chiqsa, demak biz faqat ayol bilan shug'ullanamiz. Agar erkakda spermogrammada bir o'zgarish chiqadigan bo'lsa, bizlarda urologlarimiz bor, bemalol urologga ko'rsatib, erkakni ham davolasa bo'ladi. Keyin yine yaxshi aytdingiz. Hazır bize Surjumet ana va bola klinikasındamiz ve yine siz bilan suhbatimiz davomida yana bir narsani men aniqlashtirib ketishni xohlar edim. Bilasiz, o'sha mentalitimizda ko'pincha onajonlar, ayollar birinchi farzandini ko'rgandan keyin farzandi 2 yoshga to'lmasdan oldin o'sha ikkinchi farzandini dunyoga keladilar. Bunda homilanchik bo'ladi, onani hayoti, keyin tug'ilajak bolani hayotini chek maslahat bergan bo'lar edingiz, shundan. Sizdim yaxshi savol berdingiz. Bu hozir bir muammo desak ham bo'ladi. Bizlarda ayollarimiz homilador bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin farzand o'sib rivojlanishi kerak. Ya'ni farzand 3 oygacha bolada organogenez bo'ladi. Organogenez bu ayolni, bolani ko'zi, burni, xuddi odamchaga o'xshash qo'l, oyoq shakllanadi. Ya'ni shu organogenez bo'lgan vaqtda ayol sog'lom bo'lishi kerak. Ayolda organizm vitamin, minerallari do'yingan bo'lishi kerak. Bizlarda tug'ishadi, mana birini tug'adi, birini tug'gandan keyin hech qanday ayrim hollarda vitamin, dori, yod hech narsa ichmaydi ayollarimiz. Ayol organizmida shu farzandni rivojlanishi uchun, organogenezi uchun organizmdagi vitamin, mineral oqsillar ketadi. Balani emizadi. Emizish davridan bu ayol organizmida vitaminlar ketadi. Ayol organizmi уже bu narsalara boy bo'lmay qoldi. Ya'ni vitamini, minerallara, qoni kam bo'ladi. Avtomatik izindan yana homilador bo'lib qoladi. Bu narsalar ikkinchi farzand ham kerak. Birinchi farzandda уже bo'ldi, bola ketdi. Ikkinchi farzandda bu nerdan oladi ayol? Bizlarda bilasizmi? Nogironliklar shundan gap chiqadi. Ko'p anomaliyalar tug'iladi, shundan gap chiqadi. Ya'ni ayollar izillikin tug'adi, bola kamqon bo'lib tug'iladi. Bolada qandaydir bir yurak kasalliklari bilan tug'iladi. Biza ayollarga tavsiya etgan bo'lar edik. Tug'adilar, uspet etadilar, 3-4 tug'ib uspet etadilar. Tug'dimi? Intervalni hech bo'lmasa 1 yil saqlashi kerak. 1 yil davomida ayol o'zini organizmini tiklaydi. Ya'ni birinchi farzandda ketgan oqsil, mineral, har xil vitaminlarni organizmni do'yintirib o'zini oladi. Ve keyingi homiladorlikka tayyorgarlik ko'rib, ana 2 yil, 3 yildan keyin 90 hali hech narsa bo'lmaydi. Doktor hozir men belki mavzuga doirdi, belki mavzudan chiqib ketib savol berarman, lekin o'sha farzandi bor ayollar 1 yosh, 2 yosh yoki 3 yoshga emizish davrini to'xtatish davri qachonda maslahat bergan bo'lar edingiz? Yo bu pediatra berishim kerakmi? Yo'q, bemalol beravering. Endi balanchalim ona suti bilan emsa, bu bola uchun shuncha foyda. Ya'ni bizlarda kichkina tug'ilgan chaqaloq maksimal darajada 2 yoshgacha emizamiz deymiz. Lekin toza tug'ilgan vaqt hozir bizlarda ko'p emizish bo'lmaydi, ko'pchilik iskustenniy boqadi, bilasiz. Hamma narsani bola opasidan oladi. Ya'ni toza tug'ilgan chaqaloq nechalim ko'p emizsa, hamma immunitetni, hamma kerak narsani opasidan oladi. Ya'ni farzandni kelgusi rivojlanishida ona sutini ahamiyatidan katta. Shuning uchun men maslahat berar edim, endi bilmadim, 2 yoshgacha emizsa bu yaxshi bo'lar edi deb ayollarimiz.
har bir ayol bir oila ustuni hisoblanadi. Ya'ni kimningdir onasi, kimningdir farzandi, kimningdir singlisi shu oilada, ya'ni kimningdir turmush o'rtog'i. Biz agar bitta ayolni shu kasallikni oldini olishga yordam bersak, bu bitta oilani kulgusiga, quvonchiga sherik bo'lgan hisoblanamiz. Shu deganing biza faqat bitta ayolni emas, hamma ayolni saqlab qolishni istaymiz. Buning uchun siz bizni klinikamizga murojaat qilsangiz, sizlarni qo'shratib tekshirib, bu kasalliklarni oldini olgan bo'lar edik. Ya'ni har bir ayolni kasallikdan saqlab qolish bu bizani quvontiradi, bu bizani sevintiradi, bu bizani klinikamizning maqsadi hisoblanadi. Shuning uchun sizni qabulimda kutib qolaman. Albatta bizlarga murojaat etishingiz mumkin. Barchangizni ona bola klinikamizda kutib qolamiz.